Bugungi kunda aholini tabiiy va suyultirilgan gaz bilan barqaror ta'minlash masalasi ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Shu yo'nalishda Hududgaz Samarqand gaz ta'minoti filiali tomonidan hududlarda tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Bulung'ur tumanidagi jarayonlar bilan muxbirimiz tanishtiradi. Viloyatimiz bo'ylab aholini tabiiy va suyultirilgan gaz bilan uzluksiz ta'minlash maqsadida Hududgaz Samarqand gaz ta'minot filiali tomonidan manzilli chora-tadbirlar ishlab chiqilib, bu borada Bulung'ur tumanida Bulung'ur tuman gaz ta'minoti bo'limi mutaxassislari gaz tarmoqlarini mukammal ta'mirlash, gaz bosimini me'yorlashtirish hamda mavjud infratuzilmani yaxshilash ishlarini izchil davom ettirishmoqda. Isitish mavsumida aholining ehtiyojlari birinchi o'ringa qo'yilib, avvalo xonadonlarga tabiiy gaz yetkazib berilmoqda. Shundan so'ng ishlab chiqarish korxonalari va boshqa iste'molchilarga gaz uzatilmoqda. Shu bilan birga gaz taqsimlash stansiyalarining texnik holati doimiy ravishda nazoratga olingan. Tumanimizda 7200 ta xonadon tabiiy gaz oladi. Bu xonadonlarni tabiiy gaz bilan muntazam ravishda ta'minlash maqsadida 2025-26 yil kuz-qish mavsumiga 400 metrdan ziyod tarmoq butunlay o'zgartirildi. Yangi tarmoqqa almashtirildi. Bundan tashqari 1745 ta zamonaviy garilkalar o'rnatildi. Bundan tashqari 683 ta o'sha gaz ta'minotini yaxshilash sifatida ikki bosqichga o'tkazildi. 2025-26 yillarda kuz-qish mavsumiga to'liq tayyorgarlik ko'rib, aholiga to'liq xavfsiz gaz ta'minoti yetkazib berilmoqda. Tumanimizda 18 ta mahallasida suyultirilgan gaz va tabiiy gaz beriladi. Bu qisman 50% suyultirilgan gaz, 50% tabiiy gaz. Qolgan mahallalarimiz to'liq suyultirilgan gazga moslashtirilgan. Hozirgi kunda 28 mingdan ziyod aholiga suyultirilgan gaz mahsulotlari to'liq o'sha yetkazib berilmoqda. Bundan tashqari o'sha har bitta mahallada xatlov qilindi. O'sha xatlov natijasida qancha ballonga ehtiyoj bo'lsa, o'sha ehtiyojlar qondirilib, har hafta Samarqand gaz stansiyasiga o'sha ballonlarni olib borib, o'sha ta'mirlash ishlari ham olib borilmoqda. Tumanda suyultirilgan gaz ta'minoti masalasiga ham alohida e'tibor qaratilgan. Belgilangan grafik asosida maishiy gaz ballonlar mahallalarga o'z vaqtida yetkazib berilmoqda. Jumladan Fozil Yo'ldosh mahallasiga har 45 kunda suyultirilgan gaz ballonlari yetkazilib, aholi ehtiyojlari qondirilmoqda. Ayniqsa tizimda shaffoflikni ta'minlash va aholiga yanada qulaylik yaratish maqsadida Fez ID tizimi joriy etilgan bo'lib, bunda har bir fuqaro belgilangan narx evaziga maishiy gaz ballonni xarid qilish imkoniga ega bo'lmoqda. Albatta amalga oshirilayotgan ushbu ishlar aholi xonadonlariga gaz ta'minotini barqarorligini ta'minlash, qishning sovuq kunlarida ham qulay sharoit yaratishga xizmat qilmoqda.